Dilde kalmasın armanlar Sizge bulduk biz sırdaşlar Gör bulun bu nakşimizga Dostluk çegra yok bu cayda Yürügümde şunda karman Sizge versem deymen derman Sırdışıp dostluk ilkiden Hayat yolumuzda medet olsa Yürüm sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkiden Söyündiğim var Yürüm sırdaşlar Uzun armanlar Dostluk ilkiden Söyündiğim var Merhaba, təvərrük təşribi qədəmlər bilən bizdən bugünkü şatlıq sorunumuzğa qədəm təşrif qılğan əzizlər. Kəminin Nicat Vəli Yaqubdan həminlağa sevginişlik salamlar olsun. Bu güzel dakikalarını biz bilen ötküzüşünü ihtiyar etken barcha azizlerimizge Ali ihtiramlar olsun. Ben Dilraba ablanız. Her vakit ilham medetlerini bizge aymay beriyotgan suyumlik dostlar. Yeni sırdışanlar Ekber Cürettin, hemmanlağa muhabbetlik salam. Ehra aldidagi suyumlik atalar, mehriban analar, qizinglar, ro'shan klimatim, hammanglarga mehrlik salom. Sirdoshlar, dildoshlar, yangi do'stlar tabassum turgandan sizlarga oliy ehtirom. Xo'sh, iqrodidagi aziz ko'rmanlar naq maydondagi tomoshabinlar sizlar bilan xayrli minutlarni birga o'tkazish sharafiga musharraf bo'lganligimizdan shu damlarda o'zimizni intayin baxtli his qilyapmiz. Xuddi sizlarga ayon bo'lganidek bizning Sirdoshlar klubi programmamizda Okean televiziyasining teatrim, qanonim kanallarida xalqancha ko'ra olasizlar. Şunaq aytdim to'g'ri aytdingiz. Agar yana bu kanallarda ko'rish imkoniyati bo'lmay qolsa yoki o'tkazib yetib qolsa, hargiz afsuslanmay yana bir ko'rish usulimiz bor. U bo'lsa-mu yon telefonimizga ko'znak attitalni tushirish orqali xohlagan vaqtda, xohlagan joyda bemalol ko'rish. Qanday ko'rish, bemalol ko'rish bo'ladi? O'zingiz vaqtni xohlagan tanlay olasiz. O'rinni xohlagan tanlay olasiz. Faqat simsiz to'r muhiti bo'lsa, kulib turib biz bilan tang yig'lab turib, hayajonlanib turib ko'rish. Bemalol ko'rish. Bemalol ko'rish bo'ladi. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlarimiz balki hayron qolgan bo'lishi mumkin. Bizniki riyosatchilarimizda oz to'la bir o'zgarish bo'ldi. Shunaqmi? Bizniki 3 nafar riyosatchimiz mana shu Okean televiziyasining navbatdan aytdi, kuch sarf qilib tarbiyalanayotgan shunaqlar aytdi, tirishchan, talantli 3 nafar yosh riyosatchimiz. Biz mana shu programmamizda qarindoshlarimiz bilan birlikda barliq ko'rman do'stlarga, jumladan 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma xalqimizga xizmat qilmoqchi, ularga sohibxon bo'lmoqchi. Şunaq, albatta programımız yol qo'yilib hozirgacha bizning ekran oldidagi ko'rmanlarimizga ayon bo'ldi. Programımız har soha, har kasbdagi utuq qozong'uvchi, muvaffaqiyat qozong'uvchilarni, shunaqla yana san'at sohasidagi cho'lponlarimizni sahnamiz taklif qilish orqali ularning ochiq tatliq sarguzashtlariga jo'r bo'ldigan, dil bayonlarga quloq soldigan, hammadan qiziqadigan bir program shunaqmi? To'g'ri aytdingiz Dilrabada. Albatta programmamizning muvaffaqiyatli ko'rinishga ilinishi uchun bizniki korxonchilarimiz shunaqla her sahadagi do'stlarimizmi o'ziniki yordamini ayimidi. Chunki ular programmamiz ko'rinishga ilinib bo'lib, Okean televiziyasining har qaysi kanallarida qo'yilgan ekan. Cho'qim har millat ko'rmanlarga yaxshi bo'lgan ro'yi oziq ato qiladiganligiga cheksiz ishonadi. Shuningdek biz shu munosabat bilan shu qarindoshlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shunday, albatta bularning ichida biz alayda rahmatimizni bildirganimiz bo'lsa, mana qiz riyosatchilarning ko'z oldinglarda jazbidor shunday go'zal chiqish uchun alayda yaqinda yordamda bo'lgan Meran kiyim-kechaklari
Bundan başqa yana? Undan başqa mening kiyimim ta'minlagan imkon kiyimlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Shundaq yana riyosatchilarning obrazini loyihalagan Raziman To'ygirim to'ysirachiligiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Kalsan mu sen hayatsız kalsan mu sen ümitsiz kalma sen vatansiz kalma anla 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 sersan bulğanlar anla ruhsuz kalganlar anla vatan sana mengü hemrah anla emdi acizler küçke tuldi. Demek bugün bizdeki bu programımızın başlanışından lıqqıda bir minnettarlık ve mehri muhabbatga to'yindi shundoq qilib. Haqiqatan ham bizniki mana bu programmamizda shundoq suhbatlashga bo'ldiki, cho'lponlar, shundoqla kasbkorlar bilan bo'lgan eng yaqin orliq sirdoshlar klubi programmamizda. Unda bo'lsa, bizning bugungi programmamizga yana qaysi aziz mehmonlarimiz qadam tashrif qilgandi. Yana qanday ko'ngillik paranglar bo'lgandi, qiziqarli o'yinlar bizniki naq maydondagi tomoshabinlarimizning, ko'rman do'stlarimizning ko'nglini oladigandi. Agarda bunga qiziqsa, Diqqatimiz cho'ng ekranda bo'lsin. Qani, marhamat. Öndidar sodisi 2012 yılı başlanğan bolup, qisqagina vaqt ichida keng ko'lamda umumlashib, taraqqiyoti nihoyat tez bo'ldi. Hozir öndidar sodisi qildiganlar va öndidarda mal setib oldiganlar nihoyat ko'p. Öndidar sodisi hozirgi zamon sodisining yangi taraqqiyot yuzlanishi bo'lib qoldi. Bu zaman va makon cheklamasiga uchramaslikdek aloyidligi va qo'laylikligi bilan kishilar turmushining ayrilmas bir qismiga aylandi. Bugun mana biz ko'rib o'tirgan Şinjan Lala Soda Cheklik shirkatining qurg'uvchisi Rahila Qurban Öndidar sodasida muayyan o'rin tiklab, bugünkidek hammamizni qoyil qilgan natijalarni qo'lga keltirgan xonim qizlarimizdan biri. Rahila Qurban Urumchi shahrida tug'ilgan. Boshlang'ich to'liqsiz to'liq o'tir maktabni Urumchi shahrida o'qigan. 2011-yili oliy maktab imtihonida yuqori nomer bilan Shanxay Okean Universiteti ixtisosshunoslik kasbiga qabul qilinib, oliy maktab hayotini boshlagan. Rahila hozir oliy maktabning 4-yillik o'quvchisi. U bu 4 yil jarayonida o'zida bor bo'lgan aloyidliklarni to'liq namoyon qilib, oliy maktabga kirgan tunji yildan boshlab eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Maktabda o'tkazilgan har xil tantarbiya musobaqalarida birinchilikni qo'ldan bermagan. Kichikdinla aqlliq, chechan, xushfe'l cho'ng bo'lgan Rahila oliy maktabning 2-yilligida o'qiyotganda o'zidagi shay'ilarga bo'lgan kuzatish, izdinish alohidligidan foydalanib, atrofida to'r sodisining nihoyatda yaxshi bo'layotganligini. Yotoqda o'tiribla o'zining va boshqa saboqdoshlarining sirtga chiqmay, bozor aylanmay turib, o'ziga kerakli nurg'un narsalarni setib ola oladiganligini payqagan. U shu kundan boshlab Shanxaydan iborat bu taraqqiy qilgan shahardagi afzallikni o'z yurtida amalga oshirishni ko'ngliga pukkan. Şinjan Lala Soda Cheklik shirkati 2016-yili 4-oyning 2-kuni Şinjan Hakim Uyg'ur dorigarlik shirkati bilan hamkorlashib, tunji bo'lib Öndidar to'r soda sistemasiga o'zining markasidagi mahsulotni, ya'ni Bibi Lala va Xon Lala markasidagi ayollar sog'lomlik mahsulotini selib, xaridorlarning e'tirof qilishi va qo'llashiga erishgan. Şinjan Lala Soda Cheklik shirkati buningdan keyin keng iste'molchilarga va vakolatchilarga texnik ishonchlik mahsulotlarni sunish bilan birga yaxshi bo'lgan shirkat tuzilmasini barpo qilib, o'zini texnik yaxshi namoyon qilishga tirishadi. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgan Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasi. Biz yuqoridagi qisqa filmdan albatta bizning bugungi aziz mehmonimizdan kim ekanligini, jumladan biz nima tema haqida ko'proq mulohaza yurgizganligimizni bilalaymiz. Bizning bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa Şinjan Bibi Lala to'r sodisi taraqqiyot cheklik shirkati ham mana bu shirkatning qurg'uvchisi Rahila Qurban. Qani Rahila haqiz saqimiz ko'raman. Merhaba Rahila, qarshi olamiz. Amaliyotda nurg'un qarindoshlarimiz
mana shunday cho'ng bir shirkatni tilga olganimizda uning qurg'uvchisini balkim nihoyatda davoni oshgan. Men hozirmish gap Shundaqmi? Yosh otligan bizniki cho'ngroq bir tijoratchi yoki korxonachi do'stimiz deb o'ylashi mumkin. Amaliyot Roila mendanmi kichik ishi. Bek kichik qizgan. Bek kichik, 13-14 yoshlarda bor. 23 yosh. 23 yosh. Onun bu şirket kurulmuş 2 yıl olub qaldı demek. 20 yaş vaqtlardan şirketni qurgan shundami? 21 yaşda. 21 yaş vaqtingizda. 21 yaş. Bundan olsa Rayla o'zingizdan salomingizni demiş qarindoshlarımızga bir yo'l yo'yting. Ekran aldagi ko'ruvchilar, faoliyatimizga qatnashgan barliq vakolatchilar, bugungi Sirdoshlar klubi programmasi bilan sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xushalman. Rahmat, endi bugungi suhbatimiz mishada oyoqlashdi. Rayla, qaysi maktabda o'qiysiz? Shanxay Okean universitetida. Shanxay Okean universitetida. O'qiyapsiz hozirmi? O'qiyapti. Ali maktab. Siz o'zingiz uchun maktablarni tashlab etib chiqib ketib, tijoratga yuzlangan bir juvonmiki deb o'ylab qolganman. Endi 23 yosh men texi Ali maktab bitirdim texi o'qish bitmagan. Oliy maktabda o'z kasbini oid yaxshi ilib berish bilan birga egilik tiklab nurg'un qarindoshlarimizninki turmushining yaxshi bo'lishiga yo'l boshchi bo'layotgan faxrlik Uyg'ur qizi. Rasını aytib suyundim çünki bayatın ekrandalan Bibilalarninki filmi qo'yilgan vaqtida şirket qurg'uvchisi deb bu umon qizni ko'rib bak hayron qoldim. Bak kichikkan bu qizchu ajab kichik turib shundoq g'ayratga kelib, mushundoq cho'ng bir ishni qilib hozir nurg'unlagan vakolatchilarga ega bo'lgan. Mana mushundoq bir to'rsodis qo'shinni barliq keltiribdi. O'zim 21 yosh vaqtim nima bu qilayotgan bo'g'aydim deb o'yladim hozirchu. 21 yosh vaqtda men yangi maktab bitirib televiziya stansiyasiga O'zingizning kasbingizda xili yaxshi o'qiyapsiz bu. Sizchi? Men Royla bilan tengman, lekin endi Roylaning yana bir alaydigini Royla behlam titdika, behlam jalq hozir mushtaq yoshli qizlar. Jushquna. Bak g'ayratlik. Undan boshqa hamda mening bilishimcha Roylaningki shu yuraklik holda bugungi shu kunga yetib kelishi yoki tijoratni qilib shunday bir utuq qozonishi albatta o'zining bir irodasi o'zining bir jasoratidan boshqa yana oila muhitidan kelgan. Chunki biz Rayla bilan suhbatlashish jarayonida, ya'ni Okean televiziyasining Ipak yo'li korxonachilar programmasiga Rayla mehmon bo'lgan vaqtida biz 1 soat atrofida mungdishib, sirdishib, Raylaningki ko'plagan shu bir yuraklik holda tijoratga atlanishning sababini ota-onasidan kelganligini bildik. Oiladan kelib chiqqanda edi, masalan, sen oilada biroz tijorat bilan shug'ullanamda? Dadam tijorat bilan shug'ullanadi. Dadam izchil holatda menga deydigan gapi, keynanda men bor, qo'rqmay oldinga menga yuragin, sodada ziyonmi bo'ldi, foydami bo'ladi. Uni qilmay turib, ziyon bo'lib ketami, ziyon tatib ketami deb o'tirasang, hech qanday ishni boshqa chiqamaysan deb izchil holatda, mayli nima ish bo'lsa, men keynanda bor, sen o'zing xohlaganini qilavergin deb istab qo'yib kelgan. Bundan xo'sa Royla amaliyatan biz tijorat qilamiz desak yoki shu tijoratga kamchiliklarga yoki bo'shliqlarga nazar solsak amaliyatan nurg'un narsalar bizning qilishimizni kutib turyapti. Shunaqo shularning ichidan siz nima ish qildim shu bir grim buyumlari sohasiga yoki hamda ayollar teri ostirash mahsulotlari sohasiga sog'lomlik mahsulotlari bor shunaqo. Mushu sohaga yurish qilishni o'ylab qoldingiz. Buningda bir sabab bormi yo'qmi? O'zim grim qilish qamroq desangiz. O'ziga masalatda savdo fursatlari bo'ldi ekan, men qarayman shu 2010-yildan keyingi eng yaxshi bo'lgan savdo fursati undidor savdosi deb qarayman. Chunki nurg'un odamlar hozir to'xtamay telefon o'ynaydi, telefonda undidorning chamaraklarini to'xtamay ko'zlida. Men shu ishkirga borgandan keyin ishkirdagilarningki asos jihatdan to'g'ri yuzilinib, to'g'ridan to'xtamay narsalarni setib olganligini bo'libmi bizning maktab shu Donxay dengizining yon tarafida shaharga kirib narsa setib olish shunday qulaysiz. Shu sababdan men o'zim to'g'ridan narsalarni setib olgach, undan keyin barbara shu savdoga kirishdim. Kirishgandan keyin meningki his qilganim tunji qadamda men ishkirninki mahsulotlarini Şinjan bozoriga akirib turib sotdim. Lekin ishkirninki mahsulotlari asos jihatdan bizningki Şinjanda odamning badanimiz bizning kuchli bo'ldi ekan, bizning tomoq quvvatimiz ularnikidan yuqori bo'lganlik sababidan boshqalarning mahsulotining bizga tushishi natayna ba'zi mahsulotlar bo'lmaydi ekan. Chunki o'zimizga bakroq chiqib ketadi ekan-ku. Shu sababdan men shu boshqa ishkirning mahsulotlarini akirgizib setish jarayonimda xaridorning ehtiyojini bayqab chiqdim. Bundan boshqa bizning xaridorlarimizga undidor savdosida u vaqtda men tunji qitim undidor savdosida o'zimning mahsulotini, o'zimning marketing mahsulotini e'lon qilganchu. Shu vaqtda shu Akim Uyg'ur Dorigarlik cheklanish shirkatininki lideri Faysal Abdurashid bilan bir parangda bo'lib qilib, shundaq men Uyg'ur tibobatninkini bozorga solmoqchi edim. Chunki meningki umidim
Şinjan bazarı bek kiçik dep qarayman. İşkir bazarıga yüzülüş arzuyum var. Meniki işkirdagi yetakchilarimning necha 100 ming vakolatchilari bor. Bularning taraqqiyoti bek zo'r. Men işkir bazarıga kirish uchun ishkirninki mahsuloti bilan kiramayman. Men cho'qim xoslik bilan bozorga kirishim kerak. Xoslik bo'lgan vaqtda uningki men ishkir bozorlarini ichib mang'alayman. Shu sababdan o'zimizning xoslik Uyg'ur tibobatiga. Shu men tunji qadamda Uyg'ur tibobat mahsuloti undar sulsiq olib chiqib, ishkirdagi o'zimning burungi yetakchilarim bilan hamkorlashib turib, ishkir bozori ham Şinjan bozorini tanglab ichish şu planda tunji qadamda ayollar mahsulotim Uyg'ur tibobatidan bo'ldi. Undan keyin ishkirliklar bilan to'xtamlashish, Qozog'iston, O'zbekiston degandek badan sapasi biz bilan o'xshash bo'lgan kishilar bilan to'xtamlashish orqali u taraflar mahsulotini chiqardim. Bizning mahsulot ishkirga tiqib bekaraq tushib ketdi. Chunki ularning havosi sovuq bo'lganki bizning mahsulotimizdan tabiiy issiq. Oxirgi kelgan vaqtda bularningki ojizroq bizning kuchlikroq bo'lgandan keyin miqdorini tangshash orqali bularga yaxshi unum bo'ldi ekan. Ular unum qilgan sari bozorimiz ichilib qisqagina ishki yil ichidagi taraqqiyotimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Qisqagina ishki yil ichida bozoringlar ichilib qanchalik qimmat yaratdinglar? Eng muhim savol. Muhim savol. Eng bo'lmagancha qancha xil mahsulotni bozorga sola oldinglar? 7 xil mahsulotni bozorga olib chiqdik. Undan keyin hozir lala appni ishga kirishtirib, girim buyumlarini lala appga kirgizib mang'uzyapmiz. Girim buyumlarini shu app orqali setib olish imkoniyati bo'ladi, shunaqmi? Yuqorida siz nurg'un savollarimizning javobini berib oldingiz. Millat sizga bugun maxsus 163 savol tayyorlagan to'q. Sizning yuqoridagi 10 minutlik bir javob bilan hamma savollarimizga to'liq qanoatlanarli javob beryaptingiz. Raila nima kasb o'qiydiganda? Men iqtisod kasbida o'qiyman. Shu. Ajablanarli emas. Hozirgi mush og'zdan chiqayotgan gap so'zdan qarablar men mush pul muomala iqtisodga munosabat bir kasb o'qiydi deb o'ylagan. Demak, pul boshqarish eng yaxshi bo'lganligi uchun ham o'shatdagi asosi bo'lganligi uchun shunlashqa hozir shirkatningki boshqarish olsun yoki yurishlashtirish olsun har qaysi jihatlarda nihoyat yaxshi ilib men o'tibsiz. Nazriya bilan amaliyotni yaxshi birlashtiribdi-da. Shundoq, bek to'g'ri xulosaladingiz. Bo'ldi unda qo'sam deb yana bir bu yerda bir konkret bir ish borchu. Nima degan chaqda bir mahsulotning yaxshi bo'lishida uning sifatining yaxshi bo'lishidan boshqa uningga tashviqotimi nihoyat muhim rol o'ynaydi. Tashviqotida har qaysi taratqularda uning tashviqotini ilib berishdan boshqa buningga cho'qim nihoyat ishonchlik, nihoyat jamiyatda hurmatga erishgan kishilar agarda obraz vakili bo'la olsa, xalq texmi xotirjam bo'ladi. Shuning bilan bu mahsulotningki hurmati, qimmati texmi ishib boradi. Shaxsan men shuni o'ylayman. Jumladan men obraz vakili bo'lgan bir qism mahsulotlarni hozir bozor tepishni ayt yaxshi-ku. Shunlashqa masalan sizlar hech qaysi mahsulotlar chiqmoqmanglar. Sizlar u xil hissiyotimiz bilan o'rtoqlashamaysiz. Kim bilan? Men mishadamda bir yillik men bilan hissiyot o'rtoqlik hosil qila oladigan bir aziz mehmonimizni, ya'ni shu Bibi Lala shirkatiniki bir obraz vakilini, bir qimmatlik aziz mehmonimizni alohida sahifamizga taklif etmoqchi. Balkim do'stlarimiz bizning bu mehmonimizni ko'rgandan keyin hayron qilishi mumkin. E'lon qilmay turaylik. Ko'zingizni yetib turing. Qani unda qolsa biz chavaqlar bilan Bibi Lala shirkatiniki obraz vakilini sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Mana bizniki davlatlik birinchi darajalik aktyorimiz Şinjan San'at Yurti Opera Ömekniki ataqlıq küldürügü çolpini Adil Mecid efendi merhaba karşıladınız. Ameliyat Adilkam'dan hazır tanıştırmışsak Adilkam'dan müş Türk'ünün özlem hem adamıge intayın tanıştık öz bir markop ketdi ya Adil Mecidkam. Müşü 7 yaşta 70 yaşqıça çıkılıp tanımaydıganlar yok. Şu? Ben kichikimden Adilkam'dan itotlarını görüp çoğun olgan. Ona olsa hürmet ilikide Adil Mecid efendimni işki eğiz salımını yollaş teklif etimiz. Qani merhamet. Bayatın aytdı, yaxşı söz ibarlar bilan meni sahnega taklif etdinglar. Bulupmu men Raylani sahnada ko'rgandan keyin aytdi, hayajonga cho'kdim. Amaliyotda bu kelajak istiqbol hammani yetaklab mangdan eskancha. Bugungi kunlikda men Raylaning taklifi shundaqla shundaq bir hozir xalq ichida olqishga erishayotgan sirdoshlar klubi dek müşnak programlarda sahnadaş bo'lib qolishimni faqat o'ylab boqmabdiman. Nayt xursand bo'ldim. Oldi bilan o'zimniki mushu qandoqsiga bu savolimizni asli so'ramoqchidik. Adil efendim sizlar shu nayt müşnak bir sahnadaş bo'lib qolishimdan nayt xursand bo'ldim. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat bizga so'zlash fursati berdingiz. Bugün buna pek yaxshi tayyorlik qildi. Chiqib olsak, birligini qilsa oxirgi cho'zimizda. Asli rejissor bizni o'ltirishga o'rlashtirib qo'ysa ekan-ku. Amalba
Tutulun cuma bekep. Ha, unda bo'lsa Adilkamninki demisimi mana shu mahsulotlarga obraz vakili bo'lganligini ko'rgandan keyin hammamizning texim ishonchimiz oshdi, texim xotirjam bo'ldik shunaqmi? Hamda Adilka qandoq bo'lib bu mahsulotlarga obraz vakili bo'lishni o'ylab qoldingiz hamda? Nat yaxshi so'radingiz. Men bu bayatni shuni o'ylab o'tirdim. Mundaq gap. Endi bu bizning yosh farqimiz bek dada boladek munosabat. Shunaq, ha. Ammo bugun mushundaq 23 yoshga amdil to'sgan bir shirkatning lideri Rayla Adil Mijitdek meningdek bir artistni ishinib, hurmatlab, mushundaq bir o'ziningki naytdi, xalq ichida naytdi bir xil olqishga erishayotgan bir mahsulotiga obraz vakillikka taklif etganning o'zi men uchun naytdi xursandlik bir ish. Ammo men xili jiq ilolarga chiqqan televizorda endi. Ammo bu sog'lomlik yemeklik, sağlamlık müşnaqlik yemeklik mahsulotiga obraz vakili bo'lishimiz tunji qidim. Chunki bek o'ylashmasi bo'lmaydi, bu bir mas'uliyat talab qiladi. Bu endi men keyin Raylani boshda men mahsulotni qo'yib kelib turib, Raylani surishtirdim. Endi mening birdan-bir nayt xursand bo'lganim, Raylaning o'zining hamkorlashuvchilari nayt ishonchlikkan. O'ng so'l qanotlari, shunaqmi? Chunki Raylaniki hamkorlashuvchilari maxsus uzun yil mushundaq o'zimizning Uyg'ur tibobat rizqlari orqali o'zlariniki mushundaq sog'lomlik yemekli mahsulotlarni chiqarayotgan mana shirkatlar birlashgan bo'lg'achqa birisi buningdan xotirjam bo'ldim. Ikkinchisi men Raylarla suhbatlashish jarayonida Men nagmaga vaqt oladi Adilka. Olchiqmanqa. Ikkimiz xogo yegini Sizlar xogonim aeroplanlik berib yeb, aeroplanlik aytib keldikansizlar. So'ngchi berib xo'goy. Demek, müşnak mahsulotlarni ko'rganki bir xotirjam bo'ldim. Men mush ishimda Raylarning taklifi uchun naytliqi o'ng'ayla bir mahsulot obraz vakil bo'lamdim deb qarsam, jiq paranglish orqali men Raylarga rasga qilsam qoyil oldim. Aql degan yoshda emaskan boshqa. Burun cho'ng biliq, kichik biliqni yeydi degan gaplarni anglaydik. Hozir chaqqan biliq, osti biliqni yeydi ekan. To'g'ri. Buningdan keyin uning yishining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, uningki doirasining keng bo'lishidan qat'iy nazar, zodi aqlli odam, chivar odam, ishchan odamlar davr so'raydi ekan. Bu haqiqatga biz bo'ysunmasak bo'lmaydi. Haligi yana birisi mening obraz vakil bo'lishimda men boshda bular bilan obraz vakiliga taklif qilgan bo'ladi deb eg'iz orqali ma'qul bo'ldim. Ama bu qonun kuchga ega emas. Hissiyat jihatdan ma'qul degan gapda bu. Chunki mushundaq bir yosh bolalarimiz igilik tiklab, yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqqandan keyin albatta yo'q demadim, bo'ladim. Ammo men o'zga dedim. Pulni obdan bersangiz bo'lmaydi. O birinchi muhim gap bu. Qanchalik qilibsiz? Ammo 23 yoshga kirgan qizlarning bundaq mard qizlarni ko'rmaganman. Rayla bilan hamkorlashganda naytliqi o'zimni rohat his qildim. O'zining mijozi shundoq ekan. Bir ishlar naytliqi keskin maydoni va anankin Adilka siz mushtarji kamikimiz o'ng'ay emas. Bizningki ishlab chiqarish musobaqamizda, taraqqiyot musobaqamizda andaq-mandaq nuqsonlar bo'lib qolishi mumkin. Ammo siz cho'qim biz bilan birga shu mahsulot ishlab chiqargan zavodlarga berib ko'mishimiz bo'lmaydi degandan keyin bularniki taklif bo'yicha men o'zim shuni o'ylab turdim. Biz Shamanga bordik, anikin Guangzhouga bordik, Shenzhenga bordik, mush aylanib kelishganda bu mahsulot yalnız bir shirkatdan chiqmaydi ekan, bir zavoddan chiqmaydi ekan. Chunki endi bu mahsulotni o'z ko'zim bilan rast ko'rdim. Bularning bir japaliq yeri nima ekan desa, bu mahsulot nikilik xom ashyolari yoki Taylanddan yoki bo'lmasam shu Janubiy Jingoning uyabiyalarni akash banas ekan. Ammo bular texim yaxshi qilish uchun şu Şinjan'dan ham eşyanı opirib, aniga oyat ishlab chiqadi. Chiqlab ishlaydi. Şinjan'da ishlab chiqilgan desam, haqiqatan bu texnik yetmaydi ekan. Ularning naydi kuchli zavodlarda ishlaydigan ularning yuqori texnikada har qaysi yerlarga shunaqa sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqargan zavodlarga anikin Şinjan'niki ham eşyalarimiz qurg'oq qattiq keldi ekan. Unda bo'lgandan keyin asli 2 soat ishlab chiqaradigan bu yemeklikni ular 4 soat 6 soat izleydi ekan. Haqiqatan davlat o'lchimiga to'sqan, xalqaro o'lchamlari bor shunday cho'ng zavod ekan. Unda o'g'anki biz to'lib ishondik.
Muşunçular çoğun bazarda, muşunçular çoğun işlerini kılışa çoğun devletin ölçümü, ruhsatı, bazar başkuruş, yoki sanat başkuruş, yoki işlep çıkarış, ölçem, nurgulluğun bir katma-kat tekşürüşlerini ötkenken, anındayken bir insanların aldığı yapırıp, ma bizim mesuliyetimizi satalayız. Şularını köygендeki ben bek işendim. Hemmini bilgendiki anandaki ben Guangzhou'daki en ahırkı bir keçide ben bulavlı oturup mekilanlı fikirlerim, toxtamni endi tüzümen dedim. Ben mi çıktım belki? Demek siz aldı bilen toxtam tüzüp andın kömey başta berip körüp karantin qilib bo'lgan ekan. tekşürüşten ötküz bolganken onun ekan toxtam Vay endi men özümneki salomatligimga özüm mesul bo'lgan bilan xalqning salomatligiga men mesul bo'lamayman. To'g'ri. Bu odamning hayotiga munosib kishi bo'lganki boshda bir ko'rib, haqiqiy buniki chin, sap rast kelganini ko'rganki anandiki men ko'rib bo'lganki aniki to'xtam tuzdi. Adlıkan ondan bütün mahsulotlarni shunday qilamsiz. Endi pulni jiqpasa Tuyuqsiz Adlıkan'dan men kamdik obraz göz aldım kelib qoldi chu. Qancha chiqdi, lazım qismish qiyam yeb bo'lganda shuni bir sinab yiqish. Rayla jiq berib etmatan men berib ko'rib naytinib qildim. Jiq bergandan gapini ben qildim. Qancha bergandi. Maşkimiz gözümüzde Adılkamız qancha bergandi. Sual. Özümüz. Adılkam rastlanbek japatat deylik, aeroplanda, poyizda, maşinda bizga ish kirdi bir hafta biz bilan. Işık piyoda mamaptı. Mağda jiq pul bilan pul basırız. Eşek bilen atladım bağa. Mağuşda jiq pul basırız, eşek bilan berish qimrazdim. Bütün Şinjan'ı aylanıp, xeridanın imkanslarını anlap, vakaletçiler bilen paranlaşıp, fikirleşip, onun için ürümcü kelgende ben bilen toxtam. Ben boğamısam bir yıl tüven turan. Doğru materyal jığattım sizler bilen. Endi Rayla bayatın japatat dedi rahmat. Endi japamı tatqınımız tattık am japa. Lekin meniki bularning odimiyligiga ayta xursand bo'ldim. Men to'xtamning ichida bir model kirgizdik. Haqiqatan shu Lala shirkatiniki mahsulotlari davlatlik o'lchamga izchil turda tushir ekan, xalqninki ishonchiga erishir ekan men obraz vakil bo'la olaman. Qachon shu o'lchamga sal ta'sir etadigan ishlar bo'lib qolsa, vaqtida bizning avtomatik amaldan qoldi. Amaldan qoldi. Demak, men uningga mahsulotga, men unda mahsulotga vakolatchi yo obraz vakil bo'lamayman. Obraz vakili bo'lmoqmi ancha o'ng'ay emas ekan. Unda bo'lgankin kaynimizda shunday ishonchlik mahsulot, chin odamlar haqiqat yo'lda mangdan bo'libmi davlatning qonun farmonlariga bo'ysungan odam bo'lsa, biz obraz vakil bo'la olamiz. Ammo davlatning qonuniga xilof qilgan har qanday oltin sotiran shirkat bo'lsa, biz bunaqa obraz vakil bo'lamaymiz. Demek To'g'ri. mustaqbil Cevap. Anijat. Demek mundaq bir xulosa keldim. Demek Adılkam 70-80 yaş, 90-100 yaşgacha yaşaydı ekan. 100 yaşdan ha? 200 yaşgacha yaşaydı ekan. Bibilarning obraz vakili bo'laverdi ekan. Chunki bu qiz texi yosh, o'zi aqlli, iqtidorli, şirkatning kuchi zo'r. Bu kundan kunga taraqqiy qildiki, kayniga yonmaydi. Demak, Adılkam 80-90-100 yaşgacha mı? Endi bu yerda bir maqbetlikni oshkorda yetishga to'g'ri keldi. Adılkamning mo'jili toshbaqqichu. 13-mo'jal. 13-mo'jal. 500 yil yaşayalaydı. Endi siz yani 10-20 yıldan keyin yalğanchi. Tunşuğuş degandek mahsulotlarni bazaqsangiz bo'ldi. Adılkamning shikil yaxshi juma. Toshbaqidek yashig'im bor. Mushu Lalaning mahsulotlari haqiqatan davomli yaxshi bo'lsa, chin ma'noda ekan, xalqqa foydali ekildi ekan, xalqning sog'lomligi uchun zo'r yaxshiliklarni ekilar ekan, men Toshbaqadan uzun yashashim mumkin. Vau. Degan güzel, yaxshi tilaklar. Bu qarindoshlar ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgan Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasi bizning shuarimiz. Ko'ngillarning arali Sirdoshlar klubi. Yuqorida Bibilala shirkatininki qisqacha ahvolini mana shu shirkatninki mas'uli jumladan Adilmish tapanimninki bayonlari orqali bilib olgan bo'lsak, 90 minutlarda programmamizning mavqesi bo'yicha ko'ngillik o'yinlar qadam bosadigan vaqtlar keldi. Biz albatta deb shu burun o'yinlarimizning qoidasi bo'yicha Adilka o'yinimizni davomlashtirish uchun bir qancha odam ketadi. Buningga mana shu Rayla xon qizningki o'ng so'l qanotlari bo'layotgan, hamshirlari bo'layotgan, do'st yaralari bo'layotgan, jumladan eng sodiq qo'llag'uvchilari bo'layotgan mana shu do'st yaralarini sahnimizga taklif etib olmoqchi. Qani sahnimizga marhamat.
Rayla, unak bo'lsa, bugun mush sahnamizga chiqqan boshqa qarindoshlarni tunishtirib olamsiz. Bu yoq bo'lsa meniki men izchil ayishib kelayotgan, o'ziniki jarangli ovozi bilan bizga izchil holatda faoliyatimizni qilib kelayotgan vakolatchim Aynuradan. Uning uyini bitisi bo'lsa, meniki izchil ayishib, menga izchil lalanila mahsulotini tutib kelayotgan. Mening eng faxrli vakolatchim Arafat. Uning uyini bitisi bo'lsa, men shu to'g'ri so'z qilgandan boshlab bugungi kungacha men bilan andamda bo'layotgan meniki o'z singlim Burabiya. O'zingizni solishtirib qo'ysangiz shunami? Bu unak bo'lsa biz bugun mana shu do'st yarallarimiz bilan navbatdagi Sirdoshlar klubi programmasining o'yin bosqichlarini tamomlaymiz. Bizning shuarimiz ko'ngillarning arabi Sirdoshlar klubi. Bu programmani rengarang dunyoning haqiqiy ko'zi bo'lgan ko'znak aptitali alohida qo'llagan. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, maydondagi tomoshabinlar, shu damlarda diqqatingizda bo'layotgani ko'znak aptitali tojdorligidagi Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasi. Bizning shuarimiz bo'lsa, ko'ngillarning arabi Sirdoshlar klubi. Qarindoshlar, biz bu programmamizni Shinjang Bibilala Torsoda taraqqiyot cheklik shirkatining qurg'uvchisi Raila Xonqiz, uning boshqa mana bu shirkatning obraz vakili Adil Mijtapandim. Ham shundaqla ularning yaqin do'st birodarlar bilan birlikda ko'rinish qilyapmiz. Biz yuqorida o'zimizniki xetibnoq, huzur kiyib olgan kiyimlarimiz bilan bu shirkat to'g'risida, uning Adil kam to'g'risida ancha-muncha muondashgan bo'lsak, navbatda programmamizniki eng ko'ngilli bosqichi bo'lgan o'yin o'ynash bosqichini birlikda tamomlaymiz. Mana hammamiz aram baxsh kiyimlarni kiyib tayyor bo'ldik. Kiyimlarimizda ko'rinib turibdi. Biz seriq kiyimliklar guruhiga bir ism qo'yib olaylik. Seriq qashqlar qo'shini. Seriq kiyimliklar guruhi Bibilalar guruhi bo'lsin. Bibilalar guruhi bo'lsin. Bizning ko'k kiyimliklar bo'lsa Sirdoshlar klubi guruhi bo'lsin. Bizning mo'tverimiz bo'lsa, bizning reperimiz bo'lsin. Undaq bo'lsa, men o'yinlarning qoidasini bir tushuntirib o'tay. Oldindan o'ynaydiganimiz qat o'yini. Bu o'yinni biz ilgari qitim o'ynab baqqan, lekin uningga yana o'xshamaydigan taraflari bor. Keynimiz qaraydigan bo'lsak, bizning bu o'yin ketadigan jabduqimiz sahnada hozir bo'pti. Birisi egiz, birisi past shunaqo. Oldimizda Adilkam qarshi tarafga dumbasini qilib, bunda turib, Sirdoshlar qat degan so'zni har xil tempida deydi. Har xil ohangda. Bu ikki guruhdagilar men bu yerdan fakat usaqdan bir xil egiz to'saqdan bir xil o'tidi harakatlar bilan-chu. O'tish jarayonida cho'qim ma'lum bir maqsad muddatni ifodalaydigan harakat qildi. Masalan, bu nimani bildadi? Boshqashlash. Aydak qarash yoki ma'lum bir shay'ini yoki ma'lum bir odatni, obrazni to'g'risi bo'lsa. Ayna qaratibdi. Yo'q. Men tepag'andik. Men tepaptiman. Ishkemochga. Bibilalar ishmechga, tarishmechga. Doğru yemakchimidingiz? Mishadan otamsiz odatda doğru. Esqavatma deb turib oladingiz, topolmaydi bular. Odatda men bak bilgim keldi, odatda doğruni qanday yeysiz siz? Otamsiz shiroqdan og'zingizga. To'g'ri sodda qiz bola ekan bu. Bo'ldi, unda qo'ysa biz tepag'an bo'ldik, siz aramini ag'ib o'tib. Xo'sh, siz nima ish qilyapsiz? Gazir chiqibdi. Gazir chiqibdi. Gazir chiqibdi. Ko'xon surkatibdi. Lavsroq. Yo'q. Cho'qim birini bilishimiz kerak o'z deyish. Unda bo'lsa, shuni qo'latibdi. Og'zidagi narsani shuni yeyotdi. qalbini yipib qo'lmaydi-da. Lavsroq surkadi. Lavsroqni qalbini yinniga kelib surtmas. Ashunama? Bibilalar lavsroqqa. Ana o'zini anglab baqa tapaldinglarmi, Adilka? Og'zidagi narsani yeyotdim-da. Og'zingizga yeyapsiz? Nima ish qilyapsiz o'zingiz deb yiqma? Lavsurqimni aytay deb turgan. Lavsroqqa surib yetibdi sekata. Xiyol surayotgan. Bir narsa ichibdi. Yo'q kichik. Nima ichgan? Rasm go'shti bir narsa ichibdi. Obraz rasmiga tushayotgan. Bizning Bibijon Lala markasidagi qon quvvat ichimligimizni ichyapti. Shu. Rasmi? Bibilalar emas deb turib. Rasmga tushyapti. Modellik qilyapti. Naqsh etibdi. Bir narsa o'yladim deya. Topshiriq ishlayapti. Ay bo'ldi, o'zini so'raylik. Nima? Bombondan shu. Bombon. 3 2 1. Bibilalar qat. Bu nima? Men tapan oson ekan. Ma'asab qoldi ya. Oyog'idan bo'qchin chiqyapti.
O'qishbamkan. Aşı harekete çıkırlatıdı. Ayıqını çandab etmekçi. Ayağını maylatıptı. Portumal tep aldı bu. Go bey. Ketdi. Ketdim ya. Putunuzni uvlatamsiz? Nima adlıka siz tepeqa? Nima do? Burunqi muhabbetini görüp oturup oldu bu. Put qayerga ketdi? Qayrilib ketibdi puti. Doğru mu? Topamadık yana. Nima? Oshqozon og'rib ketdim ya. O'zlab baqson qilib bir og'izdan olib baqayli nimiki? Oyog'imni ustini tutib qo'ydim shu ishtalab. Sizlar bir ko'p o'ylab ketdim. Dilrab odam. Chechini bitirib qo'ydim qilib o'ryotdi. Halkısını taka atıptı. Ev tuttu. Yo. Tutu tuttu. Köz tuttu. Müştat turuptu. O'zi ichim ishlab turibdi. Qulqini so'zatam deya. Kulukunu koçulatıptı. Hamda qo'chasi qulqini ko'chib. Muzikani aytibdi yaqin akab. Nima ish qilyapti-da? O'zidan olaydi bo'ldi ya. Neyçe tuttu ney? Neychilik aytibdi. Ey yaqin keldi jumur. Pilot to'xtanglar, usullik Nima ish qilyapti-da? Ha. Chechini zo'zlayotdi. Dedi-ku abi ya, chechini zo'zlayotdi. Budur qilyapti dedi, uni bilan Shu zo'zlagani kechash bildirolmaydi Ya bo'ldi. o'xshamaydi, budur qilishni degan har xil usuli bor. To'xtag'ab kerak. Ha. Siz qotsa. Besh og'rib. Beş adı gitti. Qo'lqa siqib qizyapti-da. Besh Cho'qim shaqiqilik kesili beshini yerim ag'raydigan. chechi beshni og'ritdi. Nima? Çecikki kıskaçına hoş atıptı. Yo. Beshingizning ostidagi doni xo'rakni siqyapsiz. G'am suryapsiz. Ya telefon sözünde telefonu hatta tutuaptı. O'zi deysa bul topamidinglar. Topamadik. Da. Bibi Lala choch asrash yurishgini O sizni o chiroy ifodangiz qayzib ketgandek emas. G'am chechini uchib ketgandek bir shundoq azoblangan bir ro'yi holat ifodalandi hozir. Ya bu nozlanib noz karashmisidan tuvanga biqiyotgan. मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा Başlandı. Aldırmay şeylerini doğrap ha. Bibi Lale. Kat. Bilikler dançaşkanını köyden mazır. Bunda kıp git kaldı. Ya Doğru mu? kokulardan çiçratıldı. He ile bağçılıkında çemberat Ya kılan bunda kolunu bir ha. Bunda kol ilişip görüşüyordu. Ya bursa köresin. Ya aşı bir nes. Bibi Lale'nin çaştı. İnanla. Ondan sorsan çokumda ben bunda alıp koygandım kolum nece koydu aldığına dedi yani. Bir kredi bir kahveden nasıl Bir nesin doğruğa mı doğurmagan? Qo'lingizni mashinada otamsiz. Bira ekanini Ya bir nes o'ratamsiz ya. çaşkınını köyden ben. Müşta kıplık git kaldı. Men nima chashdim shu? Dan. Su. To'g'risi. Hasret. Poksiga necha ichib etdim ama. Özden ala bakaylı. Kort ichadim, kort. Kurt. Ve kort diye. Manda uçat demez onu. Ma parmak kısıp dur. Ma uçatlıgan tusak onu. Taqildi bu shu. Bu degan mana tuzza. Tuzza. Ha, bu Babda tapamagan tapamagan bulaydı. Sen limfa bezin ağrıvatıdı. Limfa bezim. Qo'yni xis ketdim ya. Macallarını köz kıytıptı. Qo'ldagi uzukning e'lonini ishlavyapsizlar. Suaresning oilani. Adı kamida diagnoz qo'yyapti Voy, hozircha. deyman o'zimni. Olayli. Yuynayotdi. Ko'rmayaptimi Ha, sizchu Bibilarni kirpiklarini silkib. Kirpiklar- Egri bu ketdi. laknikin tep alışlama bo'ldi. Ustoz. Adıka bektes. Başlandı. Bibi Lale kat. Sizler Ya, kalkmadınlar.
kat deganda mında turishinglar kerak deyapsizlar. Yo'q, urib kechkitmiz shu gapni qilib qo'ygan oxirgi qitimda. Lekin kat deganda sizlardan tegmidi. Urib kechkit bo'ldik uningcha. Yo, kat degandiki udinglar. Qat deganiki o'dinglar. Biz ma ovoz aya keyinroq yetib beribdi. Urib kechkatdik. Biz yangi Bo'ldi, bizga keldi-ku. Ikki odam bizning Bibilalar guruhisin ishkaylan eng oxirgi davomlashtirdik. Ha, endi unda qo'ysak, Sirdoshlar guruhidan zodi qanchaylar eng oxirgacha davomlashtira oladigan. Sirdoshlar klubininki ikkinchi bosqich o'yini boshlandi ya. Ha, Sirdoshlar guruhi 3, boshlandi. 2, 1 boshlandi. Sirdoshlar klubi qat. Hadi sizlar inkor Men topay. Qulidik salsım ya. Siz chip turib qolsiz. Abduz diye o'rin tegmay turibatan deyami qiz. Abduz mundaq tumaydi qandu. Oldidagi o'rinni talashaydi. Qopkasini kirib olmadi. Rasmimiz shunday kunlarimiz bo'lganda. Bu qiz shunaq. Shu kunlarda tutib qolamoqsiz deb. O'tik 10 yil Abduzi. Qanday tip yaqinlar? Hay, teponlar uqmaysizlar bu. Qo'lidik siyasa. To'g'rimi xato? Ostimizga bir Xato. Xato. Palampaydan chiqatam deya. Xato. Ko'zda mazmun yo'q shundami? Ko'zini mazmun yo'q deydi. Nima o'zingiz bir daqiqa topamidi? Haykal. Ha? Bo'ldi-ku. Haykal keshib. Siz jo'da. Ko'ziga to'g'ri temib turadi. Muhabbatning Yuziga may suryapti. Qanaqa yuzim bek chiroq otamiz ya. Bu ham yerimga birdan chiqib qopdi ya, chiqib qopdi ya. Undasa Yuzini mijib qo'ydim demoqchi. Xato. merim qo'riq chiqib qoldimi nima deydi. Bibilalarning ko'z qalamini suryapman demoqchiman. Yuzingga bir qilinka deyapsiz. Açtama. Ya. Ha, yo'q to'xtang. Topimiz biz. Topsin. Ha, teponasizlarmi? Bibilalarning o'qisini sürdingizmi? Buni bosh barmog'ini surmasin. Ben mau bibilalar chaplaqni chaplab, teram shunda so'liq bo'lib ketibdi demoqchi. Bu harekatdan sizlar chaplaq aldinglarmi? Sizlar chaplaqsizlar. Mana mayoq. Bu qiz edaqa vatashina. Savanika. Yomg'irdan dalg'ib. Jamati. Bunaylar bir cho'glaydigan qo'njaq bor. Ya saraqi. Bu nima? Ha. Nima o'zingiz deb bergan? Qo'shiq. Qo'shiqni do'rabdi to'g'ri. Ha. Qo'shiq? Ha, nihoyat o'lchamli bo'lgan Mana albatta. sizda yo'g'an bunday gapdan qo'shiq bor. Yo, shaylarni to'g'risi bo'ladi. Men aynak choplashib qopdi. Aptap. Men topdim bu aynak buni choplashib qopdi. Voy to'xta, hayajonlanma. Bu yerda aynak bor. Apta nima? Yomg'ir yog'di, qor yog'di, chaqirib ketdi. Yo'q. Bu birsini Qanda? Qanda? to'xtatam Adetda ayolini shunday qiladi. Buni asli bek degisi var. Fikirni. Bayacanlık etdingizmi? Rasm kuchishyapti. Men 5 yoshga qadatim deya. Büyücü. Mushuk. Ha, o'zidan olayli bo'ldi. Betishga mala. Ay, arabada ko'p do'lamandan to'g'ri. Hava anne. Ha, ikkinchi bosqichga oldik. Qo'shiq 3, 2, 1 boshlandi. Sirdoshlar qat. Men de bakay yo'shaguncha hozir yugurash sizqining oldida go'j-go'be Ya yube bu polis yuguraydi ya men bu qiz. tizqi haykal. Yo'qda turib olsin. To'g'rimi? Ashtaqa to'g'ri deb topdim. Men yo'rg'ilab yugurash qatnashmadi. Hada sizchi bosh barmoqingiz og'riyapti. Mavni silab qo'yibdi buni putini. Putingizga qodoq og'ritadi. Yandan. Tirnig'ingiz saynak qopdi. Yo'q. Oyog'ingizdan cho'ng kichikkan sinavyapsiz. Uni men nima ish qildim? Yeni oyoq otgansiz oldi qismidim demoqchi. Yandanız. Ağrıdımı da bunda. Ayağını ölçevatı çok işlik. Barmağım aldı kematı. Hech nima qilmadim. Tutup koydu fakat. Depremde. Putimning tirnog'iga lak surgan. Siz ajoyib g'aroyib harakatlar qilgansiz. Abim, endi yuz chaplaqni boldan chaplaqat. Endi putirni qilaqni manda sudika. Ya, Aynur'dam odatda
Ben tırnaklarına şu pulun sürtüyle sürtüdü. Çaplaydı. Bundan da tekimi nerede çıkıdı? Ya ben qattiq itiroz bildirman bu harakatga. Kiparlı işte za yaxşamasa. Bir gap qo'yma. Ma Bu qizning ya. qo'zg'alg'ir. Ya İbey qo'shiq deganda endi to'qash demoqchi bu. Nima? To'qash demoqchi. To'qash? İbey qo'shiq dedim. Abi ham qo'shiq degan, hamda to'qash To'qash demoqchi. Ha, nima? Ya biz topamiz. Tepanglar topalamsizlar. Yelimanda qilingan bu qiz yelimanda Ham qilingan. qo'shiq qo'ygan bu qiz hozir tugilib. Chujam Qattishi. Ben 5 chujam milyonlik. demoqchi. Sig'lab Bu nima bu aka? Eylaqa mashinlarga ang sat ko'rilgan bir tumirlar bag'i so'qilib ketishdan siraydigan. Siz nima ish qilmoqchisiz? Ha, yo'ldagi qo'yib qo'ygan ishtayliq. Yumaloq. Qur'on tashin. Tuxum demoqchimi ya? Nima? Yo'q. Bu qiz. Bir hodisimi yemekmi yoki ko'ktatmi shundab beraman? Bira bala qazanmi? Turmush buyumi. Turmush buyumi. Nima bu? Matto'ma? Cho'qsima? Ayla Bunda göz yardıgan, nah göz yardıgan kötek. Kötekka ya. Kötek. Oho. Endi Ekber Ümit sen Hayır, Rayla Mekilon. Ya bu yıllık David diye bir heykel var. Doğru yalamaş bir heykel. Bunda Trump değil, bunda Trump değil. Oytan. Ya yıllık Pencinliye. Ya ben bu heykeli bir şehirde koygandım isimini. İstakan. Onu cümcümük qini. İstakandan cümle konmaydı. Istakada, istakanda. Çövgünden dur. Nima? Chuqum adam. Ya anlamay durayli. Chuqum bir Bu heykel. çoqum bir adam. Adam. Kim o iş? Bu koyucum ya. Qo'ychi. Koyucu gel bu. Qanday qaychav? Hangisi koyucu yıkın çaydı. Pichak. Qing'iroq. Nima du? Nima deb turmoqchi. Ha, anglab baqaydi o'zidan. Şu Arafat bir tep baksın. Aba yaqin kelgandime choydan. Ha çaydan ke. Çaydan ke. Akbarlar oldi hozir. 3-chi bosqich keldi. 3-chi bosqich. Boshlandi. Rahman. Sırtaşla kat. Televizor ko'ryotidu uyda. Ondan sonra ayolning tomog'ining pishishini saqlayotidi. Tilamchi. Yeshum ya bu. Royib. Deb boldi. Siz nima ishlik bersizlikin? O'zining odimi o'ziga osiylik qilish bilan yengilib qoldinglar. Demak, bizning guruhda eng oxirida ikki odam qilib Qo'pollar. qoldik. Sirdoshlar guruhida bo'lsa, mana eng oxirida tabassumniki osiylik qilishi bilan yengilib qoldi. Demak, bizning Bibilalar guruhimiz yakdi. Muborak olsun. Bizning birinchi bosqich o'yinimiz mishada oxirlashdi. Bizning shuarimiz ko'ngillarning qarori Sirdoshlar klubi.
sevgi otları şunda kaçtımı Sevgilim menden keçtimi Bu sevgi otları şunda kaçtımı Sevgilim menden keçtimi yarım Bu dünyada vafamı var mı? Yana yıllar buldu yürek Bu dünyada vafamı var mı? Yana yıllar buldu yüreğim Dastallarga buldu bu yürek Әмсі яны қызқарлық ойынlarımızın davamlaştırıp ketaylik ana. Qani, Şimdi ikinci kendinizi oyunumuz. bulup bakaylı. Mana bu yerda bir yürüyüş, Bibi Lalaninki mahsulotları var. Qaysi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taksida mahsulotlar var. Aldı bilan sirdoshlar gruppasidagilar yaxshi ko'rib olinglar. 30 sekundni vaqt berildi. Ko'rib bo'lgandan keyin hammasini ustini yeb ketamiz. Undan keyin Adilkan bundan keyin nima, bundan keyin nima deb so'raydi. Cevap verirler. Bu es tutuş kabiliyetinlerini sınaydıgan bir oyun. Körüp aldınlar mı? 30 sekund vaqt ta'tirsanoq boshlanadi. Başlandı hemen yiyip biteydi ya. To'xtamiz ko'rib olaylik biz Ha, ko'rib 30 olamiz. sekund boshlanma. 30 sekund biz ko'rib olamiz degan. Ha. Ko'rib olamiz. Bilib edinglar hozir. 15 sekund öttü ya. Cayı koyuyorlar hemmini ya körüp olup orduğa. Nacho bibilalarning odati qo'rqmasga. Ha, gördüңлар ма? Bizge ne görüş fırsatı verdi hazır. Oldu ya. Aptap saklaş bırkımısı. Aptaptan saklaş bırkımısı. 10 Adatçasın bulamda 110 üstügilam. Buldu. Mesela aftap olmağa xonasida. Ha, onda olsa başlandı. Adilka. Ha, sirdoshlar gruppasi ya. Mana nima? Bununda bir avada nima? Ovatdan shu kishdan bo'lsa. Kunni saqlash qalqinsi bilan yana bir suluq bor. Shunami? İç bakaylı ya. Hiç bakaydı. To'g'ri. Doğru ki. To'g'ri. To'g'ri ha. Bir adam bir qitimdi na? Ha, ma'qul. Endi Adilka qaysisini davomlashtirdi? Ha. Sirdoshlar gruppasi. Mana nima? Kim o? Kim topadi? Kim tepaqsin? Ben tapay. Ha, Akbar tapadan bo'ldi. Manada 3 tal mana narsa bor. Nima o? Qalqon. O arban qo'y talqini. Suluq bor. Ha, özümüzün adı ne? Ha, 3 tal. Bu nimeke? Şu to'g'ri, şu. Bu mu suluq qilma? Ya ma degan zapas shiltig'ini ma bu shu ko'rib qo'y qashlig'ini to'g'ri. Ha, to'g'ri ki. To'g'ri ki. Suluq bor degan shu. Suluq pikan ha, to'g'ri tepibdi. Sirdoshlar gruppasidagilar diqqat. Mana nima? Bununda Nurlan eg'iz chayqash suyuqligi bor. Bir tal qipi bilan. Kaç tal? Bir tal qipi bilan. İyisini. Buni bir tal qipi bilan demaymiz, bir qop deymiz. Qop. Ha. Endi yana eng oxirgisi birisi qoldi. Eng oxir. Aynur'dan so'rang ha. Biz birini mi ko'rib olmadik? Aynur. Ma nima? Bibi Lala markasidagi lava suruqpa. To'g'ri. Bibi Lala markasidagi lavsiriq. To'g'ri. Endi bizniki Bibi Lala gruppasidagilar keldi. Ha bildim. Seni bilib qolgan ekturman qo'l. Tarix mı soram? Neredeyse sizni bir so'rab bakayım. Ha, bakın. Ha. Ha bappa. Adilkan sormoqchi. Ha bappa, mana aylantirib. Qaysini topaman? Men topamman. Men topaman qo'y. Buni uchun qilaman. Bibi Lalaninki. Buni ko'rsatmaydi, haqiqatda. Suluq qupsidan 3 bayliq qattiq aynak qopliq. Raylardan so'rab bakayım. Ha.
Adlıka. Ha, Jıraqtın. Mani. Voy, ya bo'lmaydi. Bibilar aptapni saqlash birikmasi bilan lav so'roq qo'ygu deyman. Yo'q. Lavsuruq deganda biroq, lavsuruq deganda. Bibilarlar ko'rsa kerak. Mana nima? Ha, mana nima? Kimni so'rdingiz? Yo'qman uchun. Jim. Yo'q, odam deb bergan. To'g'ri. Aptapni saqlash. Shuni Aptapni saqlashli bor. Meni gapim anglasiz, ziyon topmaysiz. Ha. Eng oxirgisi moyoqnikini, shuma moyoqni so'raysiz hamda atrofdan tugul. Arafat qoldi. Arafat 1 millionlik vakolat tuzuv hammani bildi bu. Buni shunday usurib qo'ydi. Voy. Davsuruq badi ya ochimiz. Davsuruq dedi. Demak, ikkisini topdi, birini topamidi ya. Bizning bu guruhimizda Sirdoshlar klubi guruhi g'alaba qildi. Muborak bo'lsin. Mana ko'ngilli qiziqarli o'yinlarimizni ayt yaxshi davomlashyapti. Endi hammamiz birlikda 3-o'yinimiz qadam bosamiz. Bizning shuarimiz ko'ngillarning orami Sirdoshlar klubi. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, Naqmaydondagi tomoshabinlar shu topda diqqatingizda bo'layotgani Okean televiziyasining ko'znak aptitali tojdorligidagi Sirdoshlar klubi programmasi. Bizning shuarimiz ko'ngillarning arami Sirdoshlar klubi. Programmamizdagi o'yin bosqichidagi birinchi bosqichini biz mana shu Bibilarlar sheriktining qurg'uvchisi Rayla xon qizim shunaqla Odil Mujtafandim hamda ularning amralari bilan ayt ko'ngillik yo'sinda tamomlab oldik. Hamda ikkinchi bosqichga keldik. Meni cho'g'anchada ularning shu amralari haqiqatan o'zlari bir-birisi bilan hamkorlikni ayt bir xil kelishish bo'lganligi uchun o'ylanib bek yaxshi tamomlay oldi ya. Hamda odatda tijoratmi meningcha mushtaq bir xil hamkorlik, mushtaq bir ittifoqlik, o'mlik, undan boshqa bir yerdan tafakkur qila oladigan bir anglag'anligi uchun ishlarini ayt yaxshi ro'naq deb atadigan deyman. Shunday xudo xo's bilanki birga hamkorlik jarayonidagi ta'sirotlarni anglab qo'yaylar. Yaxshimisilar, men Bibilarlar Sochek shirkatiningki shirkat darajalik hamkorlashuvchisi hamda paychiki Shahlolar guruhininki yetakchisi. Uningdan qolsa Shinjang tibbiy universitetiningki o'quvchisi. Mendan sizlarga o'tliq salom. Unavsa shu shirkat bilan qanday qilib adingizning endi turib hamkorlashib yaxshi ishlarni qilishni o'ylab qoldingizmi shunday bera? Men burundan tatib undar so'zini ochimga agishib qilgan bu agish jarayonida meningki erishgan utuqlarim intayin ko'p. Birinchidan men o'quvchi turib o'z oldimga millionlagan qimmatlarni yaratdim. Hamda 500 kishilik zo'r qo'shinninki cho'ng bir yetakchisiga aylandim. Uningdan qolsa birinchi ayninki 2016 birinchi ayninki 14-kunsi Lala Sochek shirkati so'qilgan 88 ming yuan qimmatidagi bir mashinaga erishdim. Endi baribir qo'ynoni o'z qo'njonga. Qo'l ichiga keldi. Sizlar erishyapsiz, boshqalarmi erishyapti? Lala Sochek shirkatidan Lalaning 88 ming yuanlik mashina mukofotiga erishgan vakolatchi 10, 360 minglik mashinaga erishgan vakolatchi 1. 360 ming sizga vermidi. Uchoqqa mushu yigit oldi, Arafat oldimiki deyman 360 minglik mashinani. Men tibbiy universitetda o'qiyapman, bu yil o'qishim bitish oldida. Hozir 3-doktorxonada praktik qilyapman. Endi bundan keyingi planim bo'lsa, o'qishimni unumli tamomlash, undan qolsa acamninki o'ng so'l qanoti bo'lish. Bo'ldi. Arafatni anglab qo'ydik. Ekran oldidagi va Naqmaydondagi barliq mehmonlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Arafat. Shinjang Lala Tor tariqat shirkati 1 millionlik paychiki. Rayla Qurbonning bevosita vakolatchisi. Shundaqla Shinjang Lala Omad savdo uyushmasininki bosh yetakchisi. Meningki bu guruhimda oldikani bo'lib 300 ga yaqin vakolatchi bor. Endi boshda bu guruhni mening suyimli onam qurgan. Chunki Bibilarlar ayollar sog'liq mahsuloti va xonlarlar erlar sog'liq mahsuloti orqali buni qurib chiqqan bu guruh. Bu guruhni ismini mening onam bergan. Keyindan ikkinchi tur terasrash yurishga chiqishdan burun meningki shu Raylaning 4-oydan boshlab kuzatish jarayonida birinchi turning inkoslarning yaxshi bo'lish jarayonida ham birinchi turningki xonlarni men o'zim ichib menga unum qilganligi jarayonida men ter asrashni Rayla bilan tam gonjol berib zavodlar ochib berib ko'rib kelib shiddat bilan ilgirlab
Aslidagi 90 kishilik guruhdan biroqla 300 kishilik guruhga aylandim. Men shundaqla shu vaqtda ikkinchi turdan keyin 1 millionlikni olgan. Shu vaqtda Raila menga bir mashina sovg'a qildi. Aniq men bir tarafdan Şinjan men ishkirda o'qib bitirib kelgandan keyin men o'zim qarmaylik, tigim qarmaydim. Neft maktab bitirib kelgandan keyin men neft xizmatida ishlayman degan ideya bilan Şinjan san'at institutida hozir direktor riyosachilikda o'qiyapman. Endi mush 9-oydan boshlab praktikaga o'tishman. Biz eng oxirida Aynur xonimniki yurak so'zini anglab boqaylik, ha. Yaxshimisilar? Tövəndə o'tirgan barliq aziz ko'rurmanlar, barliq vakolatchilar. Men Şinjan Lala To'g'ri sotishchilik shirkatining qurg'uvchisi, baş liderimiz Raila Qurbonning bevosita 2 millionlik vakolatchisi Aynurdan hammanglarga o'tib salom. 2 millionlik vakolatchi. Meni izchil shu singlimiz Raila Qurbon shunchalik yaxshi yetaklab, hozir kasbiy holatda bir to'g'ri sodigiri bu yetishib chiqdim desam bo'ldi. Buningdan keyingi nishonim bo'lsa, yana izchil holatda shu singlimiz Raila Qurbonga agishib, buningdan keyingi shu sodi kasbimni texmo rivojlantirish umidim bor. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, mana yuqorida endi Raylaniki eng yaqin qo'llovchilari, eng yaqin agashuvchilari bilan bir ko'ngil so'zlarini anglagan bo'ldik. Endi yana qiziqarli o'yinlarimizni davomlashtirib ketaylik, qana? Bizning shuarimiz ko'ngillarning qarori sirdoshlar klubi. Bu program Turmush usulimizning yangi nuqtasi sog'lomlikni yemaklik bilan ishga oshirishdir. Yeshil nafas navbangchi Miran xalqaro to'pimizning xalqimizga sungan sovg'asi. Ota-onangiz uchun, oilangiz uchun, jumladan tanbagingiz kelmagan taqdiringiz uchun tunji qadamingizni eling. Miran xalqaro to'piga bir odam kirib, bir kollektivga boshlamchi bo'lib chiqsiz. Keyingi navbatdagi muvaffaqiyat egasi dal siz bo'lishingiz mumkin. Miran xalqaro to'pi sizni saqlayotdi. Şinjan Mikrostar xalqaro sodichilik shirkati. Tishliqma. Ajab tez topdim bu Lilanonini. Men Lilanonidan bu otam qalsam opam qandoqlana? Ata-anangizga bek kuyinsiz juma Qasimka. Ata-anam bu salomat, men xush bo'laman, qaramat. Lillaga qildimmi? Isil. Atangizga bir narsangiz, apangizga mu so'qitimiz bor. Voy, cho'ngdan bir narsa kichigini so'qib kelsizlar-da. Voy, unda o'schu qiynotam bilan qiynopam og'ash baray. Ular amusingiz sattura. Voy, adosh, hozircha Lilanonining cho'ngdan bir narsam, kichigidan birini so'q qildik-a. Rost, men hozir shu do'konda. Rostqa? Rost. Rost dedi. Lalla yurishlik mas'ulotlari. Bugun to'y xotir kunimizga san nima so'q qilay? Qasimjon, aldirash nagmandingiz? Xotim so'g'alay deb do'konga mangan. Yasinjon kichimi-ye? Bu maylarni yangidan ishlab bozorga solgan düzenning ismini marka qilib qo'ydim. Nayt yaxshi qilibsiz. Mana men xotim so'q qilay. Voy, Qasimjon. Mushima so'g'ingiz? O'zing mem tugatdi deganding. Hay, yuzga ishlatadigan may dedim men. Voy, o'xshash. Ani sirtdan ishlatganinglar meni ishimda ishlatsa, o'xshash. Menga bo'ldi. Yasinjon yurishdi maylari. Hay Iqlim Pasha Bo'yajaxon. Xo'sh, Abdug'o'ji Saydivaqi to'xti. Yuqorqi mahalladagi Avut kundi maqtab, Davud doim mashinasida saqlab ishlayotgan eliqi qizil nimiti? Qizil qo'shqar quvvat ichimligi. Shu qizil qo'shqar quvvat ichimligidan birini elinga birini. Usab aran qapsizkan. Odam bu qizil qo'shqar quvvat ichimligini ichsa, org'inlik tugab, ruhiy kayfiyat yaxshilanadi ekan. Jismoniy quvvat eshib, bog'ancha shoshlashadi ekan. Xonim qizlarning tanlashi atlas ko'ylak, chimen doppa, jasur yigitlarning tanlashi vitaminli qizil qo'shqar deb anglamaganmi? Hamma odam og'ziga tegmay maqtab. Safardagi shopurlar mashinasida saqlab ishlaydigan isil ichimlik, qizil qo'shqar quvvat ichimligi. Gül bergini şebnem yaşartıdı. Mening husnimni Safiya. Suv va uzuqliqqa qangan yuz terimning gul bergidan farqi yo'q. Safiya ba go'zallik mening imtiyozim. Safiya ba yosh va maftunkor turish mening realliqim. Safiya go'zallik sendan hadiya. Safiya suv to'liqlash yurishligi. Sirdoshlar klubi programmasi cho'lponlarning biz bilmaydigan, anglashni xohlaydigan taraflarini yo'ritib beradigan ko'ngil ichish tipidagi san'at programmasi. Undaqda mushundaq huzur programmaning televizorda ko'rolmagan qismini Undidor salonimizda ko'rishni xohlamsiz? Cho'lponlardan so'raydigan savolingiz bormi? Keyingi sonda qaysi cho'lponning chiqishini xohlaysiz?
naq maydonga kelib cho'lponlar bilan birlikda o'yin o'ynashni xohlamsiz? Bundaqda siz ekranimizga ikkilik kodni skanerlab yoki unidorimizdagi salon izlash ko'znikidan Okean TV'ni izlab qo'shib olib, programmamiz bilan bevosita aloqalashing. Biz Okean TV unidor salonida sizning yurak so'zingizni anglay olamiz. Balkim keng sondagi talablik tomoshabin dal siz o'p kelishingiz mumkin. Ekranimizdagi ikkilik kodni skanerlab yoki unidorimizdagi salon izlash ko'znikidan Okean TV'ni izlab qo'shib oling. Biz sizni unidorda saqlaymiz. Endi ipardig'imiz bo'lsa, yostiq talish o'yini, ya'ni buningda men qoidasini bir tushuntirib qo'yay. Mana Adilkanning oldida nurg'unlagan yostiqlar, har xil qo'nchoqlar bor. Shunaqo buning ustiga birdan 20 gacha bo'lgan raqam, uningdan boshqa yana 4 tal BB Lala markasi tushirilgan yoki o'yinchoq yoki bo'lmasa yostiq bor. Adilkan biz to'xtamay buni cho'glaymiz, aylanamiz. Shu jarayonda Adilkan mayli sanni raqamni deydi yoki bo'lmasa BB-larning markasi deydi. Degan vaqtida masalan 8 degan raqamni depang yoki bo'lmasa BB-larning markasini depang deysiz Adilka. Biz to'xtamay cho'glab etib, mushning ichidan, biz cho'glab turib, mushning ichidan BB-larning markasini yoki Adilka nim degan bo'lsa shuni tepib, biz BB-larning guruhisidagilar mana bu sevatga, sirdoshlar guruhisidagilar oyoqqa sevatga solamiz. Qaysi tarafdagi guruhning sevatga tashlangan raqam soni va yostiq yoki o'yinchilar ko'p bo'lsa, shu guruh yengan bo'ldi. Tushunish bo'ldi-ku? Tanishmasak. BB-larning markasi. Ha, yaxshi bo'ldi. Topdi. Topgan bo'lsa ma'lum bo'ldi. Topsak ma'lum. Ben birini yetdim. 19. Davlaştıraylı. Tüşbüklen taşap yanlış çıktı mı? 15, 16. Mana. Hadi. Bu bir sayrap ketdi bu. Ha, o tip oldu. 15-16 tip oldu. Tip oldu ha? Çökülenler. Tip oldu ha? Çökülenler. Taptı, Arafat taptı. 1, 2, 3. 1, 2. Ay, bir çık yok ya. Ha, vaqt to'shdi cho'kilanglar. Ya, biri yok. Biri cho'klayotganmiz men. 4, 8, 11. Oy, sallan deydi. O 7, 18, 20. Bu yeter, bir şeyden. 18, 20 hazır tapka ben yonçuk sivasa bakıyor. Bak uyat. Mağlubiyet bizim kere. 11, 13, 13. 13 bana. 13 da hazır kögen. Bana 13. Ay sana. Ay konuşuyor. Buyurun. 14. O da gitti. Ekranlar. 7, 9. Oy 8. Bir gitti bendeki. Bo'ldi, to'shdi. Vaqt to'shdi. Endi Ha, bo'ldi. sanayimizda. Sana bakaylar. Avval BB-larning guruhisidan. Bizden BB-larning guruhinikini ko'rib bakaylar. BB-larning BB-larning guruhisiniki. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mana o'g'irlab silib bardi o'ziniki kichkina. 9, 10, 11, 12 yoq to'g'risan 12 to'g'rabsan 12. Afrikaning qo'lda ishki talba biznikidan ha. Yo'q, emas. Biznikidan yaras. Akbar ishkini ilib olgan. 12 bizdan ha. Bizdan 12. Men mana. Ha. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 8, 18, 9. Demek bizden BB-larning guruhimizga.
Sizlar bir xil o'yin jarayoni beshamlik qilish, azazuluk qilish, diktator yurgizish, ekspluatatsiya qilish, ezish qatorli. Biz unda qilmadik. Biz faqat mana shu Bibilala guruhininki udumi bo'yicha tavakkul qilish, tirishish, izdanish, ixlos qilish, ixlos qilish, aqida qilish. Aqida qilish, eng muhimligi samimiyat. Samimiyat 88 millionlik mashina, 360 millionlik mashina. 2 millionlik vakolatchi, 2 millionlik vakolatchi, 1 millionlik vakolatchi. Arqiliq yangi. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz shu o'yinimiz jarayonida yana hamkorlikning intayin muhim ekanligini, ittifoqlashish, undan boshqa inoqlikniki intayin muhim ekanligini bilib oldik. Bugun Bibilala guruhisidagi mayirlarniki ifodasi haqiqatan intayin yaxshi bo'ldi. Sizlarni qizg'in qutlaymiz, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, suyimli qarindoshlar, naq maydondagi biz bilan birlikda xo'shallik damlariga ishtirok qilayotgan aziz do'stlar. Ushbu damlarda diqqatingizlarni bo'layotgan ko'znak abditali tojdorligidagi Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasi. Sirdoshlar klubi programmamizni qaysi kanallarda ko'ra olamiz? Teatrim kanallarda bahuzur ko'ra olasiz. Okean televiziyasining barliq kanallarini doim ko'rib turishni unutmang. Mana shuningdek ko'ngillik mazmunlar har vaqt sizlarning diqqatingizda bo'ladi. Shundaq, mana bugun qisqagina 1,5 soatlik vaqtda biz Xinjiang Bibilala To'g'ri Chekish sherkitining qurg'uvchisi Rayla, shundaqla mana shu Bibilala sherkitining obraz vakili Odilkam hamda bularning eng yaqindagi qo'llovchilari bilan nayt ko'ngillik suhbatlarda bo'ldik. Qiziqarli o'yinlarni o'ynagan bo'ldik. Biz bu yerda Bibilala sherkitidagi barliq xodimlarga shundaqla Odil Mishtakimizga ko'p-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Undan başqa yana bizning xonim qizlarning kiyimini ta'minlagan Miran kiyimlariga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Shundaq yana riyosatchilarning obrazini lohiylagan Raziman To'ygirim to'ysirachiligiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Mana shundaqlar mening kiyimimni ta'minlagan imkon kiyimligimni alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bizning programmamizning tajizlarlikdagi qizak atab chiroyli yozgan bunday bir she'rimiz bor. Rengarang dunyoni ko'rstar ko'znak, cho'ng kichik ishlarni bildirar ko'znak. Ko'znakda dunyoning sirlari ayon, zo'q berib hayotdan kuldirar ko'znak. Rahmat. Bizning programmamizni agar Okean kanallarida vaqtida ko'rolmay qolsangiz hech qisi yo'q, albatta telefonimizga yana ko'znak app detalini tushirish orqali qolgan vaqtda bahuzur ko'ra olasiz. Rahmat qarindoshlar. Dal mana shuningdek suyimli korxonchilarimizning qo'llab-quvvatlashi eng muhimi, bizga ro'yi oziq bo'layotgan, har vaqt bizga madad berayotgan eng yaqin ko'rmanlarimizniki yaxshi ilhomlari bo'lganligi uchun, go'zal tilaklari bo'lganligi uchun biz ro'yimizda ko'tarangu qilib, kayfiyatimizni ustun qilib, arzon programmamizni mana shunday xo'shallik iligida ko'rinishga ilyapmiz. Qarindoshlarimizga bu orqali ro'yi oziq ato qilishga tirishchilik ko'rsatyapmiz. Tilagimiz bizning amgaklarimiz do'stlarimizga yarg'an bo'lsa, bizning bugungi mishadagi xizmatimiz do'stlarimizniki nazariga ilingan bo'lsa, undaqda biz bundan keyingi minutlarda yana davomli do'stlarimizga texnik katta programmalarni ishlash uchun yana davomli tirishchilik ko'rsatgan bo'ldik. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, Okean televiziyasining Sirdoshlar klubi programmasining keyingi sonida yana qanday yaxshi mazmunlar, qaysi aziz mehmonlarimiz sizlar bilan birga ko'ngillik damlarni o'tkazdiganda, agarda buni qiziqsanglar, Okean televiziyasining navbatga, ya'ni keyingi son programmasini ko'rishni unutib qolmaysizlar. Ko'rishgacha omon bo'laylik. Bizning shuarimiz ko'ngillarning arali Sirdoshlar klubi. Xayr xo'sh aslarlar, son programmamizda ko'rishaylik. Bakma sana qarab baqqanda Uloqdek chulg'an zamzam. Uningdimi? Siz Narslarni tabiq qilma. Voy, barakalloh. Unda suvning va yo'qligiga qiziqmayman. Insoniyat yashay olamdi, yashayman. Boshqa issiqni olib ketdi, issiqni olib ketdi. Hayt! Jimi alamdan ko'rsam Yalandı çay